Abror aka, Yevrokanizdan ajoyib qilib qo'yibsiz-ku. Yevrokanizda atayin mokro asfaltga oqganmiz aka, ajrab turish uchun. Ajraydi, yaxshi aka. Fasadi qanaqa rang bo'ladi shunda? Fasadini muz rangida qilaman deganlar aka. Ha, unga oqqa aytadi-ya. Zo'r aka. Bu obyekt umumiy necha sotix joy qurilgan aka? 10 sotix. 4 tomondan bino-ya aka. 4 tomondan bino. Tumkasini qaysi tumkadan qilganmiz aka? Rossiya Magnitogorskiy 045. Dugasini ham kapalali qilingan ekan aka. Men Samarqandga atayin kapalar qilaman, ajrab turamiz biz. Ha, juda ham chiroyli chiqdi. Kapalar dogani obyektda shunchalik farq qilishini endi ko'ryapman aka, to'g'risi. Chunki bu yerda temir kranshetib qo'yishadi. Biz kapalali qilamiz, boshqacha turadi. Urishingiz mumkin. Ikki tomonimiz ham naves. Bu yergalar rosa didli odamlar, andushi bo'lgan. Bu tarafda letniy kuxna bo'ladi, garaj bo'ladi, shunaqa. Letniy kuxna bu tomondan, hozir bizlargacha qo'yib ketganmiz. Bu tomon maydon bo'ladi. Xo'p, aka, arka nechta tushgan bu yerga? 6 tami? Jami 6 ta, 2 ta bunga, 2 ta bu qarama-qarshi qaragan. Bu yerda 4 ta kolonnamiz bor. 2 tani o'rtaga qo'yganman, chetga qo'ymagan sababi burchaka va suv muammo bo'ladi. Liniyasi to'g'rilangan ekanda. Simmetrishni qaragan, bu ham shunaqa, mana o'rta figuraga oddiy joy qaragan. Aka, tomni tezini ham chirpitsa qilganmisizlar? Tomni chirpitsa qilganmiz, chunki u egalari ko'rinadi, adushi bo'lsin dedilar. Asfaltdan qochmadilar, tushuntirganmiz. Tikkaligi ham tikkaroq ekanda. Ha, tikkaligi. Men hamma joyda mana 0 dan 1.5 ko'taraman. Zo'r aka, birovlar anaqa tarnovlarni ham qo'yib ketgan ekansizlar aka. Ha, o'sha atotlargacha qo'yib ketganmiz, faqat pastni ulovasalar bo'ldi. Aka, bu Yevrokarnizni suv qaysi tomondan tushadi aka, TSLFga? Buni har 5 metrda teshib qo'yganmiz. Yevrokarnizni ham, natoni ham orqasidan o'taveradi. Demak, chirpitsani old qismidan tushadi. Ha. Shu holatda qilinganda menimcha chang bo'lish holati ham bo'lmas ekan, aka. Chang ham bo'lmaydi, teshuvligi ham ko'rinmaydi. Bizning bitta ustunlik tomonimiz, pastda master modelimiz tepada istirib taggacha kirgan. Ya'ni 30 cm plyusimiz bor. Suv qachish bo'lmaydi. Suv qachish bo'lmaydi. Zo'r aka, pastdagi chirpitsani arig'idan suv tushib turaveradi-ya. Ha, shunaqa. Hozir bu yer bitirganingizga qancha bo'ldi aka? 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi, demak yomg'ir yog'di. Mana hech qayerda chang bo'lmabdi-ya. Shunaqa. Hali hech qanaqa suv o'tdi deyishmadi. Xabar olib turamiz. O'zingiz ham bir qator nazorat qo'ydingizmi? Ha, kelib turamiz, yaqin obyektimiz. Qanaqa taxtadan ishlatgansiz aka, stropillarni? Biz faqat Rossiya ishlatamiz. Obrazno 14 ga 4 bo'lgan birinchi etap. Tevada maydon kattaligicha 15 ga 5 qilganmiz. Ha, 15 ga 5. Ustumlari? Paragonlari 10 lik kurgulay, manaqasi 13. Abrishotgacha? Abrishotga 9 ga 2,5. Ha, bo'ldi. Ana stropil tagini nimada qo'tiryapsiz aka? Mo'rlat qilganmiz. Buni qurilishida ishtirok etganman. Rezva qo'ydirib ketganman o'sha piltama. Ha, bolt qilib, ha. Ha. Aka bilan 6 odam bilan gaplashib turamiz, maslahat qildikda. O'zi aka, shu 10 sotixli obyekt, aylan atrof bino, tomi necha kvadrat bo'ldi aka? 2,5 2,5 kvadrat. Endi bu yerda misol teva qismi ham chirpisi bo'lgan hisobga xarajat nisbatan ko'proq bo'lgan. Ko'paygan. Yo'llarda ham a'lo bor, formalar bor. Men ko'rib turgan binongiz faqat bir etap emasda. Inining o'zi 12 metr. Bu tomonlar 6 ga o'zi 12 metr. Bu tomonlar 6 ga misol uchun 15, 6 ga 4 xonalar, nar tomon 12 edi. Uy ichida birinchi xonadan ikkinchi xonaga kiradi. O'shanga kattaligi bor. Mana tepani o'ziga 680 lik tunkalar tushgan. Abror aka, hammani qiziqtirgan savol, shu 10 sotixli uyni hamma tomondan bino ekan mana. Shuni tomiga nech pul ketdi aka? Aka, 120 million taxta olganmiz. Rossiya toza mahsulotlardan. Xo'p. 162 million 8 mingga tunka olib kelganmiz. Tunkalar qaysi tunkadan bo'lgan aka? Rossiya 045 Magnitogorskiy. Magnitogorskiy, eng zo'r. Detalidan tortib, chirpitsizgacha bitta rulondan chiqqan. Bo'ldi. Xo'p, endi aka, xizmatingiz qancha bo'lgan? Xizmati 70 mingdan gaplashganmiz, bu qish oyida gap qiluvdik. 2000 plyusda o'shanda 140 million bo'ladi. Demak, 10 sotixli uyni hamma xarajati bilan shu tomi eng yaxshi mahsulotlardan bo'lganda, endi bu premium hisoblanadi. 422 million 8 ming so'mga tushibdi. Egalar xursandlarmi? Egalar juda xursandlar. Zo'r aka, Alloh rozi bo'lsin. Xalq xizmatda qilishda davom eting aka. Rahmat, ishonch. Sog' bo'lsin.